Nuqtalar o'rniga mos javob tanlang. Xlamidan monada. Xloroplastga ega. Xloroplasti bo'lmaydi. Ularda xlorofil bo'ladi. Xromatoforasi bo'ladi. Suvni mineral organik moddalar po'st orqali shim bo'ladigan prokariot. Demak, ular yadrosi bo'ladi, eukariot bo'ladi. Xlamidan monodoshlar oilasiga mansub yuksak o'simlik suvo'tlar tuban bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. 2. Xlorella. DNK molekulasi halqa shaklida prokariot. Yadro bor eukariot. Xloroplastga ega tuban o'simlik. Bu tuban o'simlik xloroplasti bo'lmaydi. Yorug'da suvni mineral tuzni po'st orqali shim bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. Qisqaruvchi vakolaga ega bo'lmagan sodda organizm. Demak, qisqaruvchi vakolaga ega bo'lmagan sodda organizm bu foraminiferalar, ya'ni ohak toshqonlarni hosil qilgan. 4. Faqat RNK tutuvchi virus tarkibida uchraydigan moddani toping. RNKda ribosoma uchramaydi. Ribosoma eukariot prokariotlarda uchraydi. Bu virus RNKga ham prokariotga ham misol bo'lmaydi. Ikkinchisi, RNK tarkibida timin bo'lmaydi. B variant chiqib ketdi. Keyin RNKda dezoksiriboza bo'lmaydi. D variant chiqib ketdi. Javob C variant bo'ladi. 5. RNK tutuvchi bakteriofagda nima bo'ladi degan. Ribosoma oqsillarda bo'lmaydi. Dezoksiriboza degan u uchramaydi. Muroyin qobiq bakteriyada bo'ladi. Javob C variant bo'ladi. Faqat DNK tutuvchi bakteriofag virus uchun xos xususiyatlar. Fosfat kislota qoldig'i ribosoma. Ribosoma bo'lmaydi. Guanin ribonukleot riboza deyilgan. DNKda riboza bo'lmaydi. Timin adeno ribonukleot degan. Ribonukleotni dezoksiribonukleot bo'lganda uchradi. Javob D variant bo'ladi. 7. Bakteriya virusida bo'ladi. G'ilof donodor induktor chiqib ketadi. Bu eukariotlarda bo'ladi. RNK va DNK mezosoma bakteriyada bo'ladi. Mezosoma dum qismida iplar silliq induktor bu eukariotda bo'ladi. Javob D variant bo'ladi. 8. Qizilcha qo'zg'atuvchisida bo'ladi. Qizilcha ham virus bo'ladi. Guanin bo'lishi mumkin. Silliq induktor bu eukariotda bo'ladi. Fosfat kislota qoldig'i bo'ladi. Mitoxondriya bo'lmaydi. Adenin bo'ladi. Ribosoma bo'lmaydi. Javob D variant bo'ladi. 9. Halqali aminokislotani aniqlang degan ekan. Halqali fenilanin, triozin. Javob A variant. Aminokislotlarni aniqlang degan 10-sida. Gistidin, sitozin. Aden, guanin, sitozinlar bu nukleotid hisoblanadi. Guanin chiqib ketadi. Mum aminokislotamiz u yog' bo'ladi. Javob D variant. Joka daraxti somat hujayrasida nimalar sodir bo'ladi? Glikogen qobiq va mezosomaga. Bu joka daraxt eukariot bo'ladi, mezosomasi bo'lmaydi. Ularda sellulozasi bor bo'ladi. B variant bo'ladi. 12. Hayotning hujayrasiz shakllarini aniqlang. Hayotning hujayrasiz shakllariga viruslar misol bo'ladi. O'lat qo'zg'atuvchisi bakteriya, sil qo'zg'atuvchisi bakteriya, oqshom qo'zg'atuvchisi bakteriya, qizilcha qo'zg'atuvchisi quturish qo'zg'atuvchi bular virus. Bakteriyalar esa prokariotga misol bo'ladi. Hayotning hujayraviy tuzilmalari haqida javobni toping degan. Va bu qo'zg'atuvchisi o'lat qo'zg'atuvchi bu bakteriyal kasallik hisoblanadi. 14. Avtotrof organizmlarni aniqlang degan. Suyuqar avtotrof, tripanosoma heterotrof. Riniya bilan keta baliq heterotrof. Kabarga ham hayvon avtotrof bo'lmaydi, heterotrof bo'ladi. Nitrifikator bakteriya bilan yapon laminarasi bo'ladi. Javob D variant. Avtotrof organizmni aniqlang. Avtotrof organizmlar o'simliklar bo'ladi. Bunga esa ulva bilan butako'z misol bo'ladi. Heterotrof organizmlarni aniqlang. Leishmaniya heterotrof, lekin temir bakteriyasi avtotrof. Tripanosoma heterotrof, nozema heterotrof bo'ladi. B javob. 17. Heterotrof organizmlarni aniqlang. Nereida heterotrof, plavon o'simlik avtotrof. Chirituvchi bakteriya heterotrof, vertisil zamburug' heterotrof bo'ladi. 17. B variant bo'ladi.
Prokaryot, parazit organizm aniqlang deyapti. Ikkita savol bor. Ham prokaryot bo'lsin, ham parazit bo'lsin. Sil qo'zg'atuvchisi misol bo'ladi, lekin nozima evkariot hayvon. Kuydirgi qo'zg'atuvchisi misol bo'ladi, lekin batsillar misol bo'lmaydi. Pnevmokok bakteriya, vabo qo'zg'atuvchisi bakteriya misol bo'ladi. D javobdan gerpesdan chiqib ketadi. 19 evkariot bo'lsin, parazit bo'lsin. 19 dan A variant chiqib ketadi. Pnevmokok bakteriya, oqshol qo'zg'atuvchisi bakteriya, suluvninachi, parazit va yirtqich bo'ladi. B variant. 20 quyidagi organizm hujayra qobig'ida maxsus teshikchalar bo'lib, qo'shni hujayraning endoplazm to'ri bilan birikkan degan. Demak, endoplazm to'ri bilan birikkanlar o'simliklar bo'ladi. Suluvninachi chiqib ketsa, tuxumak va gledichiya misol bo'ladi. 21 qoqshol qo'zg'atuvchisi xos tuzilmalar. Qoqshol qo'zg'atuvchisi bakteriya bo'ladi. Bakteriyalarda ribosoma, mitoxondriya bo'lmaydi, donador endoplazm to'ri bo'lmaydi, silliq endoplazm to'ri bo'lmaydi. 2, 3, 5 chiqib ketadi. Javob D variant ekan. Pnevmokok qo'zg'atuvchisi xos tuzilmalar, ya'ni bakteriyalar. Mitoxondriya bo'lmaydi, donador bo'lmaydi, silliq bo'lmaydi. 1, 4, 6 chiqib ketsa. 22 ga javob D variant bo'ladi.